Gripp nima? Gripp bu o'tkir respiratorli virusli kasallik bo'lib, a'zo tizimlarida bir qancha nafas tizimi a'zolarini shikastlaydi hamda asoratlar berishi mumkin. Gripp bilan kasallanganda qanaqa qilib davolash kerak? Davolashda dorilar bilan hamda dorilarsiz davolanadi. Agar dorilarsiz bo'ladigan bo'lsa, uy sharoitida bemorga ko'proq suyuqlik ichish hamda vitaminga boy, vitamin Cga boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish hamda niqob rejimi hamda alohidalanish tavsiya etiladi. Endi dorilar bilan davolanadigan bo'lsa, birinchi 48 soat ichida, masalan 2 kun ichida virus terapiya o'tkazadigan bo'lsangiz effektivli bo'ladi. Undan keyin virus terapiya o'tkaziladigan bo'lsa, samarasiz bo'lishi mumkin. Endi virusni, gripp virusini ABS turiga maxsus aynan ta'sir etadigan dori vositalari bular oseltamivir, zanamivir, peramivir, baholavir dori vositalari bor. Undan tashqari boshqa protovirusning, ya'ni virusga qarshi dori vositalari bor. Ular virusga, grippga aynan ta'sir etishi qiyinroq. Misol uchun atsiklavir, siklaferon, ergaferon, anaferon yo bo'lmasam arbidol shunga o'xshagan bir qancha dori vositalari bor. Ular sal boshqacharoq viruslarga ta'sir etilishi mumkin. Endi shu virus terapiya o'tkaziladi. Virus terapiyadan keyin bemorlarga simptomatik davo o'tkaziladi. Simptomatik davoda isitma bo'lsa parastamol, og'riqlar bo'lsa parastamol, ibuprofen shunga o'xshagan yo bo'lmasam bir qancha parashoylar, taylalqut, teraflu, jaraflu shunga o'xshagan dori vositalar, ular tarkibida parastamol bor. Undan tashqari burun bitishi bilan kechgandan miltmi, naftizimi, ksilometazolmi shunga o'xshagan dori vositalar burunni ochganda, nafas olish yengillashgani. Undan tashqari yo'tal bo'lganda, balg'am ajralish qiyin bo'lganda Ambraxil, Asacil, undan tashqari brombeksillar, undan tashqari bemorlarning immunitetini ko'tarish, kasallik tezroq tuzalish maqsadida immunomodulyatorlar, ya'ni biferon yo bo'lmasa vitamin C, sink shunga o'xshagan bir qancha vitamin D vositalarini beramiz. Undan tashqari bemorlarda grippdan keyin asoratlar bo'lishi mumkin. Asorat bakterial asorat bo'ladi. Shunda antibiotiklar qo'llaymiz. Antibiotiklardan ceftriaxon, cefazolin, cefotaxin, ampicillin, amoxicillin shunga o'xshagan bir qancha dori vositalar jarayonni protsessiga qarab turib davolashimizda shu qilinadi. Undan tashqari grippni oldini olish uchun biz vaksinatsiya qilishimiz kerak. Vaksinatsiya bu infulak yo bo'lmasam ultrakis yo bo'lmasam shunga o'xshagan bir qancha vaksinatsiya dorilarimiz bor. Shu dori vositalar qilinadigan bo'lsa, bemorlarda gripp bilan kasallanishni oldini olingan bo'ladi.